vodiy yoki Surxondaryoni issiq bo'ladigan ertaki zonalarida shaftoli, o'rik, gilosni erta yetishtirish mumkin va bu holatda mevalar narxi bozor qoidalariga to'g'ri kelmaydigan darajada baland bo'ladi. Baland bo'ladi. Ha, 100 minglab ham o'rik, 100 mingga ham gilos sotiladi kerak bo'lsa. Yoki 60 ming, 70 mingga shaftoli sotiladi. Ya'ni ularni ataylab qimmat sotmoqchi bo'lgandan emas. Yo'q, men boshqa narsani aytmoqchiman. Ya'ni o'zi bozor shunday o'sha vaqt. Ha, ya'ni shu vaqtda, demak, O'zbekistonda shunaqa hududlar borki, mevani erta chiqarsangiz, aqlga sig'maydigan darajada qimmat sotish mumkin. Endi qarang, bundan nima muammo kelib chiqyapti. Mevachilik sohasiga yangi kirgan odam mana shu etilgan ikkita hududda emasda yeri. Yo Toshkent, yo Sirdaryo, yo Jizzaxni o'rta o'sha tekislik bo'lgan hududlarda bog' yeri bor. Ko'rdi, deyapti, shaftolini shuncha pulga sotsa bo'lar ekan yoki o'rikni 100 ming sotsa bo'lar ekan. Nima o'sha navi nima ekan? Ha, aytaylik, Borsalino yoki Magador degan nav ekan. 10 gektar ekan, olib keling deydi va oxir oqibat bankrot bo'lib, tavbasiga tayanib chiqib ketadi. Nega? Sababi bu etilgan ikkita hudud O'zbekiston ichida, Markaziy Osiyoda ham noyob hududlardan hisoblanadi. Ya'ni bog' uchun o'ta foydali bo'lgan hududlar.